Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Mana inshaalloh taolasi yana bitta fayzli xonadonga arkamizni boshladik inshaalloh taolasi. Bu materiallarni olib keldik. Bu materiallar 3x3 rossiyskiy profildan aylanasi 7 metr bo'ladi. Egilgani. Bunisi lazer inshaalloh taolasi. Video tomosha qilib qolganini ham qo'yib boramiz. Azizlarimiz mana inshaalloh taolasi arkalarimiz bitti. Mana kirashlarni ham sepib bo'ladi dedik. Inshaalloh taolasi ertaga borib qo'yamiz. Bu yerga hammasi sig'madi. Yarmini bu yerda, yarmini endi sepamiz kirashasini. Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Mana inshaalloh yana bir fazli xonadonga keldik. Shu yerga hozir arka qilib to'g'rismoqchimiz. Arkalarimizni olib kelganmiz. Bu yerda profillarimizni olib keldik. Stoyka bilan hariyasini inshaalloh. Mana inshaalloh harlarimizni chiqarib oldik. Uzuni 9 metr bo'ladi buni. Hara. Arkamizning o'rtasi bir tomonda. Harisini ko'tarib oldik. Arkalarimizni ham ko'tarib oldik. Endi shu avshotkalarni qo'ysak, xudo xolasa. Qolgani ham bo'laveradi. Bizni kuzatuvchilar, mana inshaalloh xudo xolasa navbatda arkamizdan bitta xudo xolasa. Bu arkamiz razmeri 9 ga 5,5 bo'ldi. Bu stoykalar 4x4 profildan, arkalarimiz 3x3 profildan bo'ldi. Lazer gullar bilan bagrashda chiroyli qilib yopdik. Endi inshaalloh taolasi tez kunlarda darvozasini ham qilamiz, uni ham qo'yib boramiz. Qani kamtarona bir mehnatga baho beriladi. Inshaalloh egasi yaxshi kunlarga nasib qilsin o'ziga. Farzandlari boshqalari hammasi o'zlariga nasib qilsin. Kimga shunday xizmatlar, arka yo darvoza yo bo'lmasam qanchalik shunday narsalar kerak bo'lsa, video tagida nomerlarimiz bor, aloqa chiqarasizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.